Alloh har bir kunimizga nur bersin. Bugun erta indin yashagan sari hayotni tushunib boramiz. Shunchaki tushunmasdan o'tamiz. Shuning uchun hayotga keldi ketdi deb emas, yashadi degan nom bilan o'tib ketishlik baxti nasib etsin. Bir keldi bir ketdi bo'lmasin-da, hayotimiz yashab o'tdi. Yaxshiliklar qoldirdi, yaxshiliklar qildi. Qo'lidan kelgan yaxshiligini qildi degan go'zal ta'riflar ichida hayotimiz jisman yo'qolganimizdan keyin ham davom etishi kerak deb o'ylayman. Bu dunyoga bog'lanib qolmaylik, chunki bu dunyoni biron bir ninasini ham bu dunyoga olib ketgan odam o'zi yo'q. O'shaning uchun hamma narsani inson o'zini hayoti yo'lida narsalardan foydalanish kerak. Narsalar uchun yashamog'i kerak emas deb o'ylayman. O'shaning uchun har bir kunimizga Alloh baraka bersin. Har bir kunimiz Alloh go'zal qilsin deb chiroyli tilaklarni doimo hamisha sizlarga bildiraman azizlar.